Bizani bu safargi xizmatga asfalt biznesi bilan shug'ullanadigan okalar chaqirishdi. Dam oluvchilarning soni 60 kishidan ko'proq bo'lgani uchun bozorlarimizni Vohlirodan boshlab shahardan tezroq chiqib ketishga harakat qildik. Dachaga yetib borishimiz bilan har galgidek hamma o'zini pozitsiyasi bilan shug'ullanishni boshlavordi. Birma-ketinlik bilan stol ustiga qo'yiladigan narsalarni chiqazib bo'lganimizdan keyin dam olishni birinchi ovqatini mastava bilan boshlab berishimizni iltimos qilishdi. Ovqat suzilishidan oldin yengil salatda rolini gretskiy varianti qoyillatib o'ynaverdi. Birinchi ovqatimizni chiroyli qilib suz berib, idish-tovoqlarni yig'ishtirib, yuvib tozalab, mijozlarimizga qo'l mevalardan kesib berdik. Orada futbol finalini ko'rib bo'lishgandan keyin bonfiledan tayyorlaydigan ovqatimizni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib pishirib berdik. Ertasi kuni ertalab choy uchun kerak narsalarni hammasini dasturxon ustiga tayyor qilib qo'ydik. Nonushta dasturxonimizni ko'rkaga ko'rk qo'shishga yaqindan yordam bergan bu Sirnaya Lavka do'koni bo'ldi. Choydan keyin kunni issig'ida bir maza qilishsin deb ice coffeelarni chiroyli qilib tayyorlab berdik. Qaytishga dumbayoqlarni eritib, choyxona palovga harakatni boshlavordik. Ovqat suzilishidan oldin xrustashi baqlajon salatini tayyorlab berib, xizmatimizni tugatdik. Xizmatimiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun Instagram direktimizga murojaat qilishingiz mumkin.